O'zbekistonda bunaqasini sizga hali hech kim taklif qilmagan. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu panoramali seksion darvoza. Agar siz ham panoramali seksion darvoza o'rnatsangiz, birinchi navbatda tashqaridan bino yana ham chiroyli va nufuzli ko'rinadi. Ichkaridan esa kirish-chiqish hududini o'zingiz bemalol nazorat qila olasiz. Darvozaga chidamli mineral shisha qo'llaniladi. U oddiy oynaga nisbatan 6 barobar mustahkam, tirlanishga chidamli va o'z holatini ko'p yillar davomida saqlab qoladi. Agar shisha sinadigan bo'lsa, u o'tkir bo'laklarga emas, balki xavfsiz, chetlari silliqlangan mayda bo'lakchalarga ajraladi. Uyingiz arxitekturasini yanada chiroyli ko'rsatish uchun rang, bronza yoki shaffof oynalardan birini tanlashingiz mumkin. Agar yanada premium ko'rinishni xohlasangiz, unda Black Edition modelini sizga tavsiya qilamiz. Panoramali panel, yo'naltiruvchi relslar tizimi, prujinali demperlar, yuqori, pastki va yon rolikli kronshtaynlar. Darvozani yig'ish uchun barcha mahkamlash elementlari yagona premium uslubda ishlangan. Avtoservis, avtosalon yoki omborxonangiz bo'lsa, bu darvozalar siz uchun ayni muddao. Katta shaffof panellar tufayli ichkariga quyosh nuri siz o'ylaganingizdan ham ko'proq tushadi. Natijada kunduz kuni chiroqni yoqish ehtimoli ancha kam bo'ladi. Avtomatik darvozalarning eng sifatli va eng noodatiy faqat bizda topasiz. Shunday ekan, sahifamizga obuna bo'ling.